Yangi McLaren yoki Bugatti xarid qilinganida mashinani haydashni boshlashingiz bilan zavoddagi ulkan serverlarda uning virtual arvohi, ya'ni raqamli kloni ham yashashni boshlaydi. Obuna bo'ling, hozir tushuntirib beraman. Bu shunchaki 3D model emas. Mashinadagi minglab datchiklar har soniyada dvigatel harorati, amortizator tebranishi, shinalar bosimi va hatto kuzovdagi kichik deformatsiyalargacha bo'lgan gigabaytlab telemetriya ma'lumotlarini to'g'ridan to'g'ri zavodga jo'natadi. Siz real hayotda chuqurchaga tushib ketsangiz, zavoddagi virtual klon ham bulutli serverda xuddi shu zarbani qabul qiladi. Asosiy maqsad avtomobilda bo'ladigan kelajakdagi nosozliklarni oldini olish. Sun'iy intellekt virtual klonning holatini doimiy tahlil qilib boradi. Masalan, transmissiyadagi qandaydir mitti detal yeyilishni boshladi. Siz rulda o'tirib hech qanday o'zgarishni sezmayapsiz. Avtomobil ideal harakatlanyapti, lekin tizim bu detal misol uchun 450 kilometrdan keyin sinishini oldindan hisoblab chiqadi. Mashina kutilmaganda yo'lda buzilib qolishidan ancha oldin muhandislar sizga aloqaga chiqishadi va ma'lum bir detal buzilishi xavfi haqida oldindan ogohlantirishadi. Bu texnologiya avtomobilni oddiy temir qutidan o'z sog'lig'ini mustaqil nazorat qiluvchi organizmga aylantiradi.